Farzand otasi uchun qiladigan eng katta yaxshiliklardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish ekan. Ha, siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytsangiz, dadangizga, otangizga juda katta yaxshilik qilgan bo'lar ekansiz. Qanday qilib demoqchimisiz? Masalan, siz bir marta Rasulullohga salovat aytadigan bo'lsangiz, bir farishta o'sha salomingizni, o'sha salovatingizni dadingizni ismi bilan qo'shib Rasulullohga yetkazar ekan. Falonchini bolasi falonchi sizga salom yo'lladi, sizga salovat aytdi der ekan. Bundan katta yaxshilik, bundan katta baxt bormi? Dadingiz, otangiz uchun Rasulullohga dadingizni ismi aytilinsa-ya. Masalan, bir bola Abdurrahmon degan ismli bola. U bolaning dadasining ismi Abdulloh bo'lsa, o'sha Abdurrahmon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir marta salovat aytsa, sallallohu alayka ya Rasululloh degan bo'lsa, haligi farishta Rasulullohga aytar ekan: "Ya Rasululloh, Abdulloh o'g'li Abdurrahmon sizga salom, ya'ni salovat yo'lladi" der ekan. Salovat aytdi der ekan. Agar 10 marotaba aytsangiz, sizni dadingizni ismi Rasulullohga 10 marotaba eshitirilar ekan. Bo'lib ham farishtani og'zidan, farishta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizni dadingizni